Assalomu alaykum qarindoshlar. Postman'dan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning ikkinchi qismli darsimiz. Bu qism darsimizda biz o'sha Postman yoki pochta kashninki qanday asosli ko'rinim yuzi va uning hamma funksiyalarini tafsil tanishib chiqamiz. Unda esa men Postman'ni ochay. Mana bu Postman'ning ko'rinim yuzi oldingi qismli darsimizda ozroq ko'rsatib o'tib ketgan. Buni men tafsil bir tanishtiray. Odatda bu Postman 3 qismdan tuzildi. Ma qismini biz mavzu deymiz. Mayında en üstte tizimlik var. Tizimlikte file, edit, view, window, help deydi. Bu file'da yani hüccet arqılıq yeni Postman hücceti qurish yoki sirtdan import qilib ekirish yoki mang'uzish qatorliq bir qancha funksiyalar var. Edit degan tayyorlashganda kesib berish, ko'paytirish, choplash, yutish yoki hammasini tanlash degandek bir qancha funksiyalar var. View'da yani ko'rish qanda bir qancha ko'rish var. Buning sal turib men amaliy misol bilan ko'rsatib qo'yman. Undan keyin ko'znak, odatda ko'znak ikki xil ko'znak var. Bu biz ma qismimiz header deydi inglizcha. Header, ya'ni mavzu yoki bosh degandek. Bu headerda birinchi qarasanglar new orqali qanda biz yangi iltimos yoki to'plam qura olamiz. Masalan, yangini bassaq, mana ko'znak ochiladi. Bu ko'znakni qarasanglar request degan nima deydi? Iltimos. Ya'ni API qanda iltimos yo'llaymiz. Ya'ni get iltimos. Buning qag'ini men tafsil tushuntirman. Bu yerda collection bor, bu bir to'plam. Bu collection degan nima deganda odatda bir shirkatning bir ma'lum bir project bo'lib qolsa yoki ma'lum to'r mulozimat to'plam bir qancha to'r mulozimatlarni yig'iblan bir to'plam qilib qo'ydi. Shuni collection deydi. Shuni collectiondan biz buni bevosita import qilib tushira olamiz. Undan keyin muhit Ondan keyin Mock server nima deganda shu API ni qanday qilib taqlid qiladigan mulozim rolni o'ynaydi. Mana bu API documentationninki bu shu newdan biz besamiz. Ondan keyin import orqali biz qanday allburun tushirib qo'ygan bayonqidek collection ya'ni to'plamni mishadan choose filedan qilib tushiramiz yoki uning link torbat shu chiqarib qo'ygan bo'shliq qo'llab qo'ygan torbat datasini kirgizsak yoki shuning raw text yoki bo'lmasa shuning qanda tekstlarni ham shaga kodlarni yozsaqmi bularni import qilib bassaq kirdi. Undan keyin runner biz avtomatlashtirgan yoki qo'limiz bilan qilgan testlarni API testini mishada mang'uzimiz. Undan keyin workspace bu ish subsi varliq biz workspace'ni tanishlaymiz. Personal team deb agar bir shirkatda odatda ishlasak cho'qim team subida ishlaymiz. Bundan biz create new yangidan workspace ish subsi qura olamiz. Undan keyin nima deganda sync API ni qanday boshqa bir qancha nimada masalan bir qancha laptop bir qancha kompyuterda ishlayotgan bo'lsangiz shuni birlashtira oladi. Undan boshqa bu settings buning o'rlashtirishni ko'ngil bo'ldi. Undan keyin agar siz a'zo bo'lsangiz bo'ldi. Bunga haqsiz bu. A'zo bo'lsangiz ham bo'ldi. Ondan başqa masalan bu main asas ko'znak deydi, ya'ni main window. Bu main window bu sidebar nimasi. Bu orqali ikki xil men qarasam history va yo'llagan sizlar yo'llagan request ya'ni iltimoslarning qana tarixi mishada qoldi. Collection, API. Uni men keyingi darslarimizda tafsil so'zlayman. Ondan keyin buni ichish uchun asosli ko'znakdan qo'shish belgisini bassanglar yangidan ko'znak ochildi. Bu qarasanglar bu yerda bu torbat orqali nima yo'llaymiz degan chog'da iltimos yo'llaymiz, request mishaga request yo'llaymiz. Sen mush knopkani yo'llash degan gap senni bassaqanda yo'llandi. Agar biz ma'lum bir iltimos yo'llangan ekan, request yo'llangan ekan, biz uning parametrlarini saqlab olmoqchi bo'lsaqda save bilan saqlab olsak bo'ldi. Undan boshqa biz mesela men bir amaliy misol qilib tushuntirib qo'yay. Amazonni ochaylik. Masalan, Amazon mal setib olgan Amazon torbet bor. Bu Amazon torbet orqali biz bunga bir request yo'llaymiz, torbet ichilamdi deb. Odatda bir qancha pillar bor, HTTP protocol deydi. Bu qanday get, post, put, patch, delete, copy. Odatda bu internet ko'p, ammo biz asos ishlatadigan get bilan post bor. Bundan başqa naganda biz yani put bilan delete ni ishlatamiz. Qolganlari bek oz uchraydi ishlatishimiz. Ko'pincha get bilan post ishlatamiz. Bu bir
tildagi masalan fe'lga o'xshasangiz bo'ldi. Masalan bormoq kelmak degandekchi. Mush orqali qanda biz iltimos yo'llaymiz va uning javob respons erishimiz. Bu vaqtda men keyingi qism darsda tafsiliy to'xtalmay asosli uchraydigan HTTP protokollar verblarni. Undan boshqa biz mana URL yani endpoint deydi. Endpoint degani shu URL yani tor adresini kirgizamiz. Buni send orqali yo'llaymiz. Men ostiga mana response javob miyag chiqadi. Masalan yo'llasam yo'llashganda status holat qanda 200 OK dedi. Agar sizlar API to'g'rilar texmo tafsiliy bilim bilmoqchi bo'lsanglar biz YouTube kanalimizda shu tor mulozimatga yani web services degan bir 20 qismlik bir darsimiz var. Şunu bir ko'rishinglarni tavsiya qilmayman. Undan keyin API ning nimaligini tushuna olasizlar. Mana bu holat status degani qanday? Holati odatda 200 bo'lsa status kodi 200 bo'lsa qanday bu muvaffaqiyat olgan bo'ldi bizning iltimosimiz. OK bo'lib chiqadi. Undan keyin ketgan vaqt qanday? Millisekund bo'yicha hisoblaydi. 277 millisekund. Buning sig'imi cho'nqishganda 327.35 KB. Bu ne qanday? Bizning mush Amazon torbetining qanday ichilmoqchi bo'lgan kodlar oldida HTML oldida qanday chiqarib turdi. Undan boshqa agar biz shuni ko'rmoqchi bo'lsak, ma preview bor, previewni bossak shu torbetning o'zi ichiladi. Mana Amazonning ichilganligini ko'ra olamiz. Biz buni qanday asosiy ko'znakni ma usti qarsanglar ma bu nima request iltimos, ma ostidagi ma nima response. Mana bu body response'ning bedeni. Endi mana biz yanmayan ko'rmoqchi bo'lsak qanda ustidan ma viewdan toggle to pane view qilsak yanmayan ko'rsatadi. Ham request miyaga ham response miyaga keldi. Undan boshqa mani yon tarafga qilmoqchi bo'lsak sidebar qilsak ma to'liq chiqadi. Undan keyin ustidan qanda full screen qilsak to'liq ko'rinish yoki yerim ko'rinish degandek buni o'zimizning ehtiyojiga asosan tanishib olsak bo'ldi. Men hozir asli keltirman. Bizningki asos ko'rdigan bu qismliq darsimizning so'zlamoqchi bo'lgan mazmun tamomlandi. Agar tushunmagan nuqtalar asosida inkas shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.